ishongim kelmayapti. Shu 25 yil bo'ldi birinchi bitirgan sinfim, 35 yil bo'ldi shu maktabda ishlaganimga. Bularni ko'rib, pensiyaga chiqqanim, yoshim katta bo'lganimni esimga tushirdi. Sizlarga ming rahmat, shu maktabni hurmat qilib, ustozlarni hurmat qilib yurganinglarga. Hammalaringga hayotlaringda omad tilayman, sog'lik, uzoq umr tilayman. Bolalaringni rohatini ko'ringlar, kasblaringdan omad ko'ringlar, huzurli hayot suringlar. Shu bu yilgi bitiruvchilarga ham omad tilayman, yaxshi o'qishlarga kirsin. Hammaga ming rahmat. Shu maktabda hayotimiz o'tyapti, shu maktab bilan bog'liq ekan hayotimiz. Yoshligimizda bularni hozir eslasam, juda ham yosh edim. Shulardan boshlaganman birinchi sinf rahbarlik qilishimni. 6ta sinf chiqdi bulardan keyin. Hammalaringga